Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık Uçuk Söhbet programımızda görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görmelerimize malum boğandaki yıllardan bu yana devam kılıvatkan programımız xilma-xil temalarda şu sahanın ahlini, şu sahanın mutaxassisini teklif kılıp vaqti-vaqtida söhbet kılıp kilovatımız. Bugün şunun cümlesinden huzurunda oturuptuk. E'lanımızda bergendek bir qancha gün burun, yani 24 iyun hammalarga ma'lum bo'lgandek xabarimizni biz berdik. Avstraliyada yangidan tayinlangan Xitoy bosh elchi u yerda bizlar haqida, yani Uyg'urlar haqida har doim biz biladigan safsatalarni Uyg'urlar haqida qalaymigan jo'ylagan va shu yerdagi avstraliyalik va bizningki shu yerda yashayotgan, shu yerda faoliyat qilayotgan bir Uyg'ur faoliyatchimizniki Baxtiyor apandimniki u yerda qarshilik bildirib darhol shu maydonda Xitoyni bir o'sal ahvolga tushirgan bir ahvolni albatta ijtimoiy uchur vositalarida nihoyatda keng ko'lamda taraldi, tarqatildi. Biz xabarlarimizni berdik. Yangi bir ma'lumotga erishdik hamda bu ahvolniki oldi-keyni bo'lgan jarayon ahvolni bilganligimiz uchun bugun shu so'rinda bo'lgan Baxtiyor Bo'ri apandimdan bu ahvollarni tafsili bir bilib xalqimizga yetkaziladigan asosda huzurga turibdik. Programmamizning aziz mehmoni Avstraliyadan qatnashib o'tadi Baxtiyor Bo'ri apandim. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ichki ishlar komiteti mudiri, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat harakati Avstraliya direktori. Qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz albatta. Rahmat sizlarga bugun shu programmaga Köp rahmet. Qadrli görürmenlerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalı naq meydandan tarqıtılıb atıda. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numarımız, şunaqla ictimai uchur vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arkalı programımızga alaqadar hər qanaq fikir təklif bolsa, berişinlərdə suallar bolsa, soruşunlardan ümid qılımız, şunaqla köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu, həm unutmağa istədik. Unda olsa bevosita programmamizga kirib kelsak, hurmatli Baxtiyor Bo'ri apandim, oldi bilan Istiqlol televiziyasiga tunji qatim ziyoratimizni qabul qilib o'tiribsiz. Odatimiz bo'yicha oldi bilan sizni biroz bir ko'rmalarımizga tanishtirish uchun bir tunib o'tgan bo'lsak, o'zingizni qisqacha bir tanishtirgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Abdullah apandim, siz orqali Istiqlol televiziyadagi barliq jafokash qarindoshlarga, xodimlarga alayhi salom, alayhi hurmat. Mush ekrana barliq vatandoshlarga, qarindoshlarga alayhi salom. Men Baxtiyor Bo'ri vatanimizning G'ul shahrida tug'ilgan. 79 yil vatanimizning poytaxti Urumchiga kelib oliy maktabda o'qib, oliy maktabni tugagandan keyin bu atalmış Şinjan Gizli'ndeki Uygur bölümünde teknik ve muhbir işleyen 88. yılı Avustralya'ya köşmen bulup gelgen. Şundan da hazırlıkça Adlet şehrinde bir 10 yıl yaşadım. Hazırlıkta Sydney'de yaşayayım. Bana müşinçilik. Rahmet. Köp rahmet diyen bir hesapta kesip taşkanımızı tekin buldu yani bizden müyüsüf etti yani. Unda olsa şu kunga qaytib kelsak, yani shuni bir aslab o'tsek, shu Xitoy bosh elchisi shu yerda o'sal qilingan, xalq olamning oldida rasvo qilingan bir manzirni albatta dunyo hammasi xalqimiz ko'rdi va nurg'un axborotlardan chiqdi. Shu kundagi ishlarning jarayonini bir sizdan bevosita anglab o'tgan bo'lsak. Şu 24 yanvar, yani şu günden yaptı burun. Bir faaliyetinin olurğanlığını anlagan dikken ben şu tızımı aldırdım.
Tizim aldığından keyin savollarım var degan. Shu Xitoyning bosh elchisi so'raydigan savollar var degan. Keldik. Shunga men bir necha savollarni yozdim. Ya'ni 2015 yildan tortib mening atamning o'rnida bo'lgan akam bilan aloqam umuman uzildi. Akamning o'g'li, ya'ni 20 necha yil Xitoy hukumatiga sodiq bo'lib ishlagan. Ya'ni İl oblastlik xalq ishlar idorasida ishlagan inim Ehson Rahimninki 22 yillik kesilganligi, ayolininki bu lagerda necha bir yildan ortiq yetib chiqqanligi ve başka akamninki ikki qizining yoki kuyov o'g'lining hozirgacha hech qanday xabari yo'qligi, bu vaqtda menga javob berishning kerakligi ve bugünkü bu Sharq Turkistonda ilib berilayotgan milliy qirg'inchilikni to'xtatishning lozimligi qatorliq bir necha savollarni sordum ve milliy qirg'inchilik haqida xalqimizning ilib berilayotgan, xalqimiz ustidan ilib berilayotgan terrorist harakatlar ustida bir cevap verishini qatorliq savollarni yo'lladim. Şuna bilan bu shu kuni soat 11'de bu faaliyet boshlangan bo'ldi. Faaliyetning aslidagi jarayoni vaqt nimasi soat shu Sidney vaqti soat 11'dan 12:15gacha bo'lishi kerak. Ya'ni Avstraliya Sidney Politexnika Universitetidagi Great Hall deydi. Oliy saroyda Avstraliya ve Xitoy munosabatlari institutininki taklifi bilan ve onunki direktörü Profesör James ninki mediator yani şu başquruşu bilan açılgan bir faaliyet oldu. Ben bununla ilacı baldırak verip aldırarak yani bir neçe metre mümkün kadar şu sahneye yakın oturuşta tırıştım. Hem bir 4 metre 5 metre yoki 3-4 kun kendi oturuşta muvaffak oldum. Bu net 11'de başlandı. Bu James bugünkü faaliyetini bir cemaatke tanıştırırsan bu Xitoyning bosh elchisi ne sahneye taklif kıldı. Sahneye taklif kılıp lekin bu Xitoy bosh konsuli sözünü emdi başlısı bilen Avustraliya Erkinlik Partiyasini kurguvchisi yosh faaliyetçi hem de Uygurlarning do'sti Joe nimega derhal ve şuna etrafındaki Joe Paul degan kishi bola derhal etrafındaki bir necha sabdoshlari bilan o'tirib chiqib ve lozunglarni ko'tarib bu jaholatning vakili bo'lgan, insoniyatning dushmanining vakili bo'lgan bu kişinin Avustralya'nın üniversitede sahneye çıkıp sözleş hakkı yok, hukuku yok. Hazır bir yerde çıkıp getiş gerek degan şu an toldu. Hem de toluda yazılgan Tibetliklerge erkinlik, Şərq Türkistanlıklarga erkinlik, Uygurlarının üstünden elip beriyotgan qirg'inchilikni to'xtat degan lozungini götürüp shundan birga tanq vaqtirdi. Hem bir yerdeki Xitoylar hem özünün əslindəki beşəmlik nimisini yəni başladan əşərdə köstüb bir üniversitede buluvatdan bir faaliyette yeni beşəmligini köstüb bu Joe'ga etilib onun qo'lidagi lozunglarni eshitgan bo'ldi ve bu şu jarayon nimaning şu naq maydondagi amallik qo'llash xodimlar Joe ve onunki sabdoshlarini maydondan chiqarib onun kendinden bu Tibetlikler çıktı. Ulanı okşaş nimelerini, şuarlarını to'lgan bo'ldi. Ulanı çıkarıverdi. Onun kendinden bir iki yerlik Avustralyalikler ulanı ayrım çıkıp şu okşaş şuarını to'ladi. Ulanı çıkarıverdi. En ahırda Hong Kong'luk bir yigit o'rnidan turib o'zining noroziligini bildirdi. Shuning bilan jami bir boshlanishdan tortib ta yarim soatgacha bu oraliqda 15 minut bu Xitoyning bosh elchisi bu kishini so'zlashdan to'xtatib qo'ydi. Ham ularni hammasini chiqarib ben
Siz bu jarayonda hammasi aşağı sorundu bak körüp durdunuz yani. Elbette. Ben şu sorundu var hem özüm videomu ağam buldum. Ben aşı aldı otağın. Baştan ahir ben hemisi şahit oldum elbette. Hoş. Şuna olan ben nait sabırcılık bilen küttüm. Çünkü ben o'zi mening millatimning mening savolimning javobi kelgan vaqtida yoki meni savol so'rashga chaqirgan vaqtida shuning uchun mening sabr qilib o'tirishimning lozimligini man nima qildim. Gerçi bunun bu nimeniki baş elçinin bir yerdeki sözü nait nirginin tekkan bo'lsa nait bir yalgan ühtemli gaplarni qilayotgan bo'lsa lekin meni chiqib u yerdan chiqib ketsam o'zimning maqsadim yetolmaydiganligimni bilib sabrchanlik bilan o'tirdim. Shunga oxiri 2dan 15 o'tib 12dan 15 o'tib ketib qoldi. 15 minut o'tgandan keyin buni boshqaruvchi joyimiz o'rnidan bu so'zlab çünkü biz asli 11'den 12'gacha ikimizning o'rtadagi savol javoblar bo'ladi. 12'den 15 o'tgacha shu o'tag'an tomoshabinlar yoki ko'rguvchilarning savollari bor edi. Shularni ulardan o'zlaridan mush savollarni so'rab o'zish bir planimizda bor edi. Afsus, bu namoyishchilar shu 15 minut vaqt ketib ketganligi uchun bu ko'rguvchilarga savol qatnashuvchilarga savol so'rash fursatini berolmayman. Bularning menga yozgan, menga avatgan savollarini yig'inchoqlab, ham shularga vakolatan men oxirgi savolni so'rayman deb birinchi bo'lib bizning savolimiz, mening savolim, ya'ni Uyg'urlarga nisbatan Uyg'urlarga oid savolni so'radi. Savolida biz bilimiz atalmış Şinjan'daki Müslüman Uygurlarning ustidan ilib berayotgan bastırışlar keng doirada bastırışlar dokumentli kaldı, ispatlı kaldı hozir turibdi. Bunun sen qanday javob bersan deganda bu ikki Şinjan'da hech qanday bir bastırış, qirg'inchilik degan narsa yo'q. Bu yerda o kişilik hukuk degan yoki erkinlikka qarshi degan undaq gap yo'q. Bu yerda faqat masala devletinin bütünlüğü, hem bölgünçülük, mukimlik, tinçlik ve teröristlik mesele var. Biz bölgünçülük, özde konu klasik sefsetsizliği şey diyene nomus kılmayı, zat atmayı, nomus bu yok mu burada? Deyimiz, terörist, hem de aşırı mesele var. Bizning u yerdagi qilayotgan ishlarimizning hammasi terroristlar bilan bölgünchilarga qarshi harakat qilyapmiz. Shundan boshqa ish yo'q edi dedi. Shu gap tugagandan keyin joyimiz o'rnidan turib, bizning taklifimizga qo'shilib, misha kelib, jamoat bilan birinchi bo'lib bu ko'pchilik bilan tunji qitim Avstraliyaga birinchi ayning o'ttirlari yangi baş elçi tayinlib kelgandan keyin birinchi qitimliq public ya'ni xalq bilan uchrashgan birinchi qitimliq maydoni bo'ladi ekan bu. Shundan kelib o'sha bugun savollarga javob bergan rahmat deydi. O kishilar azoq chavak chaladi. Shuning bilan men o'rnimdan dast turib, yaqin aralıqda qo'lini ishlatib, xudoshi videoda ko'rilgandek, men Uyg'ur, men Sharq Turkistonlik, men terrorist emas, men bölgünçü emas, sen halkımның üstüne ilip berayotgan terör hareketini to'xtat, qirg'inchilikni to'xtat deb vaqirdim. Kuchlik ovozda shuni olanza bu amana bexatarlik saqlovchilar meni yollab sirtga chiqarib, sirt tutgan soqchilarga o'tkazib berdi. Jarayon shu. Xo'sh, xo'sh. Normalde başqa devam qiling, devam. Şuna olan ben keyin bu nimadan chiqib soqchilar shunki meni yollab sirtga chiqdi. Hem meniki kimligimni tekshirib, ularni yuzlagan bo'ldi-da, shundan chiroyli yo'l sepmaydi, boshqa hech qanday ishtirok yoki hech qanday qo'pollik, hech qanday bo'lmaydi. Ularniki tabassumidanmi, men o'zimmi bir yaqinlik nimani sezdim. Chunki bu Xitoy hozir faqat bizga Uyg'urlarga, Sharq Turkistonliklarga bir baloyi afat bo'lmasdan bütün dünyaya, bo'libmi Avstraliyaga baloyi ofatning bo'layotganligini Avstraliyadagi har bir kishi biladi.
Men onun şu sebepten bu gerek. Bana nispeten daha çıkarlık yol kesip koydu. Şu yerden çıkıp ben maşinamı bağladım. Maşinamı otaldırdım. Onun için 10 şekerim oldu. 15 minut vakit öttü. Benim maşinamın radyosu şu Avustralya'nın ABC kanalına ulaklık. Şu radyodan başını açsam radyodan ne şu vakanı şu demi veriyordu. Haber veriyordu. Hoş. Şu 10 şekerimden bergen haber bir iki gün geçe muşu to'g'riliq xabarlar to'xtab edi. Bütün Avustralya'nın bütün axborotlarda, televizyonda, gazetlarda, bu ijtimoiy uchur vositalarida shunchalik ko'p berildi. Demak, bu faoliyat, bu harakat bir ma'lum bir darajada ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Shuning bilan men bu videoni IBC'ninki televizor kanalida bu voqeani bir soat to'liq YouTube'da beribdi. Men shuni ko'rdim. Oxirida eng oxirgi bir minutida shu mening voqeamda mening so'zligimni chiqaribdi. Shuni qarab men bu Xitoyning bosh elchisiga qancha ta'sir ko'rsatganligiga qarab men hayron qoldim. Xo'sh. Chunki o'zining yolg'onchiligini bu yerda shunchalik ko'p axborotchilar bor. Televizyondagi, radioning axborotchilar intayin ko'p. Shu videolar shunchalik to'shib ketgan kameralar. Undan keyin ichida 500-600 odam bor. Undan keyin nurg'un odamlar yuqori darajali yoki bir bilim ahllari, aql ambarlari yig'ilgan bir universitetning ichida bir so'rin. Aşındak bir sorunda bu dünyanı sorayman deyotgan bir Xitoyning Avstraliyaga bosh elchisinin oldida bunun yolg'onchiligini oshkor qilish, u o'zi asli yolg'on bo'lganligi uchun bir g'o'diqqan, chiroyli, ajoyib tatarg'anlarni ko'rdim. Tatirib. Bu endi meningki jasoratim yoki meningdan qo'rqqanlik emas, bir baxtiyordan yoki bir uyg'urdan qo'rqqanlik emas. Bu Xitoy bizni shunchalik bostirgan bo'lsa-mu, benim ailemle bütünler yo'qotgan bo'lsa-mu, shuncha yillardan men oilam bilan aloqalashmagan va ularning hayot emasligini bilmagan bo'lsa-mu, mening ruhimni, ya'ni Uyg'urning ruhini o'ldirolmaganligi, umidimizni to'xtatolmaganligi, shu umid va shu ruhdan chiqqan bir jasoratdan bu qo'rqdi deb tushunaman. To'g'ri. Albatta, ya'ni deganingizdek, ya'ni bu abay so'zingizda dedingiz, ya'ni nomus deydiganni bilmezsin. Elbette Xitoyninki tabiatiga sınıp ketganligi uchun butun dunyoda shuncha vala dalil isbotlar tug'an bir paytdimi, ya'ni hijil bo'lmasdan butun dunyoning ko'zining ichiga qarab turib, butun nomussizligini qilaverdi hamma yerda. Ammo bu Shavchan degan bu Xitoyninki balki yangi boshqa bir gap. Tunji qatim amda xalqning oldiga chiqib kelib bo'g'ichi bu zarbaga uchrashi chiroyig'im chiqib ketibdi. Hakikaten bir güzel bir ish. Bu Avustraliyalik yaş, bu Drau Pavlov'un bir partiyanın reis dediniz mi? Partiyanın kurgan yani. Yeni kurgan şu Erkinlik Partiyası. Şunu kurgan jigit. Bunun da bizdeki adlatta iki kızımız şu partiyaya a'zo bo'lgan. Hem de şu partiyanın ko'rsatishi bilan 22-yillar bu federal saylamga qatnashgan. Bu qatnashni saylamning natijasi qanday bo'ldi bilmayman. Lekin u bola erkinlik suyguvchi, shunday Xitoyning Avstraliyani besirishdan iborat yomon niyatini oshkorlovchi, bu Tibetchilar Uyg'urlarning eng yaxshi do'sti. Xo'sh. Haqiqatan yani şu yerdeki başka Xitoylarning qanchalik u yerdeki erkinlik, demokratiya bu narsaning qilishni nisbasini ololmaganligi, bir qog'ozga chidamay shitib tashlab qilganligini butun dunyo ko'rdi-ku. Hem Drau Pavlovmi bayonotida mi debdi, yani qanday Xitoyning qanday bir maxluq ekanligini ko'rdinglar deb degan shaklda. Güzel bir harakat hamda Baxtiyor apandim. Shu hamda bu munosabat bilan sizningki shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat harakati Avstraliya direktorligini qilib o'tibsiz. Bu haqda qisqacha bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, bu fursatdan foydalanib buni bilgan bo'lsak. Albatta. Bu Uyg'ur javob berishdan burun Baxtiyor apandim. Mushunga javob berishdan burun shuni bir eskartib qo'ysam shu. Biz 24-iyun bu xabar shu ijtimoiy uchur vositalarga Twitterga shu Drau Pavlovninki Twitterda ko'rdik tunji qatim.
istiqlalda her günü günlük haber boğan ki şu körüp boğucu şunun ki hem bahirligen uçuruğa asasenlam derhallı haberini şu gün keçti baydık. O gündeki videolu haberimizde Baxtiyar Efendim'den bu itiraz bildirgeni Xitayga bu berilmey kaldı. Keçti haber tapqandan keyin derhal yazma haberimizge, to'g'rimizdagi yazma haberga Baxtiyar Efendim'ninki itiraz bildirganligini qo'shib qo'ydik va bugun bu ishning jarayonini Baxtiyar Efendim bilan suhbat qilish fursati bo'ldi. Shu bu ma'lumotni berib qo'ygan bo'lay. Xo'sh, bayqa javobimni olsam. Bunu Allah'ın uğurlaştırışı, tefsiri bir programda kılmışlar. Yunus Boğan'da. Bu Uygur kırgınçılığını toktat, bu faaliyeti bunun 2 yıl Angliya'da kurulgan. Yani Rahim Ahmet Khan'ın tarafından. Hoş. Bunun da bu interparlament azaları, interparlament yani parlament, Birleşken Parlamentlerden Xitay iştiriyor. Yeter Xitay'ın karşı. Aşağı bununla aksak tutuyordu. Şuna olan nurgulagan Angliya'daki Rosgani deyimiz, Duncan Smith deyimiz, aşağı akşaş parlament azaları, Lükku okşagan nurgulagan məsləhətçilər, şuna okşaş nurgun insan xalqaradaki bu Angliyan asaslan, London asaslan xalqaradaki köplegen siyasi yolda parlament azaları, ticaretçiler ve insanperver kişiler bu şu neminki Stop Uygur Cinesak yani Uygur Milli Kırgızlığını toxtat degen bu şu faaliyetninki arkasıda ve yardımcıda bu nurgun vətənimiz bulup atqan Kırgızlığını toxtuş üçün qo'ldan kelguncha yaxshi ishlarni qilyapti. Bu albatta bu yerdagi bu Avstraliyadagi Stop Uyghur Genocide yani Avstraliyadagi Uyghur Qirg'iziston milliy qirg'inchilik to'xtatmasi shu Angliyadagi faoliyatniki harakatniki bir qismi. Bu faqat dunyo bo'yicha 10 yaqin davlatda bu harakatlar bor. Shu o'xshash nimada buning hammasi bizning markazimiz shu Angliyada. Tushundim. Köptün köp rahmet. Ahirda şu Avustralya'daki elbette nurgun görünmelerimiz var. Avustralya'da köptüğün halkımız var. İstiqlal görünmeleri. Bu yerden elbette salam yollayımız. Bu yerdeki faaliyetler hakkında mı, halkımız hakkında kısa bir malumat verip şundan ahirlaştırsak. Elbette Avustralya hem de müşavirip elleri boyunca en burun digidek bizden halkımız güçten bu kelgen. Bulatını adlardık biz mesela şahsen özüm 88 geldim. Bizim aile 70 yıldan 80 yıldan ballardan 5'lerden tartıp kelgen. Şunlardan tartıp ta hazırlıkça yani Avustralya Şarkı Türkistan cemiyeti bizden Avustralya en çok tersi en zor hem bu şu vatan müstakilleri halkımızdaki azatları yolundaki avantgard yetekçi teşkilatımız. Yani şu teşkilatımız bana 92 yıllık kurulgan, bana 30 yıllık toyunu yakında daimimiz kılmakçı. Şu adlardı şu teşkilatımız var. Yani hanım kızlarının ki hareket teşkilatı var. Melbourne'da bu Victoria Uygur Cemiyeti var. Bu Sydney'de Avustralya Uygur Cemiyeti var. Bu şey her bir şehirlerde biz ayrım birinden 2000'den 500'ün yaşadığımız için her bir şehirlerde şunday teşkilatlar namıda hareket kılımız ama lekin vatan millet yo'lidagi barliq da'volarimiz şu billi ilib berildi, billi mezheplen buldu. Bundan ben Avustralya'daki barliq şu jafokash fidai qarindoshlarımga şu cemiyetlerimizni 92 yıldan kurup da hazırgacha 30 yılına özlüksiz devam etip kelayotgan şu rehberlerimizge alaydımış fırsatını sağlamamına rahmetini, hürmetini bildirimen. Mesela biz bu nimeni Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'ni Ahmet Kamil şu Katarlarda kuruldu. Biz Kanada çıkıp biz ustazlarımızın Kanada'ya erişip kolumuzun Kanada'ya yine de birlikte bulduk. Birinci çoğunkan iş 96. yılı Xitay hükümetinin vatanımızda ilip bargan 46. katımlık atom bombasını sınak kılışqa karşı zor kölemde namaç kılan bolsa şundan tartıp hazırca minglarca, neçe minglarca namayişler, hareketler, faaliyetler ilip bardı. Şuna bilan birga
jamoatimizningki yo'qolib ketmasligi, assimilyatsiya bo'lib ketmasligi uchun nurg'un ishlar bo'lyapti. Maktablarimizda, hamma shaharlarda maktablarimiz bor. Alloh shukri, masjidlar, diniy, milliy urf-odatlarimiz bilan yaxshi yashayapmiz bugungacha, Alloh shukri. Shuning bilan birga mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Tayland bo'lsin, musofirlarimizga qo'limizdan kelgancha yordam qilish uchun bizning xalqimiz, Avstriya xalqimiz bunga nihoyat saxiy va mard. Shuning bilan birga dunyo uyg'ur qulluqi bo'lsin, mayli bu ma'rif jamiyati bo'lsin, Turkiyadagi qaysi yerda bo'lsin, to'g'ri yo'lda, vatan millat yo'lida to'g'ri da'voga ketib qolgan xalqimiz va tashkilotlarimizning orqada Avstriyadagi xalqimiz ketib bordi. Shuning uchun men Avstriyadagi xalqimizdan hamishadagi bir peshqadamlar sifatida hammalardan men rozi ham rahmatini aytaman. Shuning bilan birga mana oldimizda 5 iyul qirg'inchilik voqeasi haqida bir xotirlashma namoyishimiz bo'ladi har bir shaharda. Albatta bu dunyo uchun bo'ladi. Bu 5 iyul voqeasi faqat Ürümçidagi bir qirg'inchilik bo'lib qolmasdan Sharq Turkistonliklarning ustidan bugungi ilib turayotgan qirg'inchilikning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Ya'ni bu qirg'inchilik bu azaldan bizning Xitoy qachonki bizning vatanimizga tajovuz qilgandan tortib bo'layotgan bo'lsa-mu, lekin 21-asrdagi bu dahshatli qirg'inchilikning boshlanish nuqtasi bo'ldi. Shuning uchun Avstraliyadagi barliq qarindoshlarimdan, shundaqla dunyoda yashayotgan, chet elda yashayotgan barliq qarindoshlarimdan jasoratni, badal berishni umid qilaman. Shu shahidlarni xotirlash, shu bugungi bizning ustimizdan ilib turayotgan shu jaholatga, shu qirg'inchilikka qarshi chiqish uchun har bir Sharq Turkistonlik o'ziga qarz va burch deb 5-iyul voqeasini xotirlashga, Xitoyga o'zining nafratini bildirishga, ko'chalarga chiqishga men umid qilaman. Alloh taolo hammalardan rozi bo'lsin. Ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ziyoratimizni qabul qilib, bu qimmatli ma'lumotlarni berganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Oxirda bir sani televizorga bir og'iz gapimni qilay. Ruxsat bo'lsa. Qo'limiz ko'ksimizda. Men sizlarning bu televizorning ismini bek yaxshi ko'raman. Istiqlol. Istiqlol uchun istiqlol marshimizni yaratış uchun qanchalar shahidlarimiz qurbon berdi. Qanchalar insonlarimiz qon to'kdi. Shu istiqlol marshimizni inshaalloh vatanimizni yaratishga, shuning bilan birga istiqlol televizori vatanimizning har bir xalqininki oilasi uyidagi televizorlarda o'zininki bir güzel bir programlarını kötüşke müyesser olsun. Amin, amin. Allah razı Rahmet, Allah razı olsun inşallah. Diğeriniz gelsin. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib bu güzel suhbat müşahede ahirlashtiraylik. İnşallah birdamdagi soat 7'de vaqa va muloyiza programmamizda Doktor Erkin Akram bilan kun tartibidagi eng yangi masalalarni suhbatlashamiz. Shuning uchun u programmani qochirmaslikni umid qilamiz. Alloh umr bersa, hali ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.